Xitay Suni qizitip paqa pişurush tejribisini Uyghurlargha qandaq tədbiqlىدى. Aptori, Abliz Uyghur. Suni qizitip paqa pişurush degan bu söz 19-asrning oxirida Amerika Cornell universitetidagi olimlar ishlagan suvda paqa pişurush tejribisidan kelgan. Olimlar paqani 40 Selsiya graduslik suvga, ya'ni qaynavatqan suvga emas, tashlaganda paqa tuyuqsiz yuz bergan yuqori temperaturning g'idiqlishiga bardoshlik berolmay, darhol butun kuchi bilan suvdan sakrab chiqib, muvaffaqiyatlik qechib qutulgan. Tadqiqotchilar paqani avval sovuq suv qachilangan qachiga selib, andin asta qizitgan. Ya'ni har minutda 0,2 Selsiya gradus o'rlagan ahvolda natija o'xshash bo'lmagan. Paqa aksincha boshlanishida suvning temperaturasi rahat bo'lg'achqa erkin ozoda turgan. Keyin paqa yuqori temperaturaga bardoshlik berishga amalsiz qolganligini bayqaganda allaqachon armonga tushliq darmon bo'lmay, bilib bilmay issiq suvda pishib o'lib qolgan. Bu hikoya kishilarga maqsadga yetish uchun o'ljini cho'chitib etmay, uning qarshilik kuchini asta-asta ojizlatib, eng oxirida uni tamoman kuchidan ayirib tashlashning oqilona tadbir bo'la oladiganligini tushuntirdi. Tejribining chilliqining qandaq bo'lishidan qat'iy nazar, suvni qizitib paqa pishirishning ma'nosi yanada ko'pchilikni hushyor bo'lishga yetaklashdir. Eng yomon ahvol hargizmo nachar muhitda turgan vaqt bo'lmasdan, balki o'zini sezmagan asosda o'zining xudini yo'qotib qo'yib, chekka yetganda pushaymon qilibmi ulgurolmaslikdir. Ana vatanimiz Sharq Turkiston Xitay kommunist tajovuzchilar tarafidan mustamlikaga aylantirilgandan keyin bu zaminni o'zining atalmish mangulik ayrilolmas bir qismiga aylantirib olish uchun izchil kuchab keldi. Ammo 30 yillik bekinma holatda o'tgan ham toki 90-yillarning oxirlariga qadar namratlıqdan qutulish jengi halakchiligida yurgan Xitay tajovuzchilari armonga tushliq darmon bo'lmaganligi sababidan o'zlarining bu razil qarniyatini amalga oshirishga fursat topolmagan edi. 2000-yillarning beshida davlat yillik milliy ishlab chiqarish qiymati dunyoda 7-o'rindan 10 yilga yetmagan vaqtda bir ahli sakrab chiqib, Amerikadan keyin turadigan ikkinchi cho'ng iqtisodiy gavdaga aylandi. Uningdan keyingi xalqarodagi foydali siyosiy muhit va omillardan foydalanib, o'zining jahongirlik o'rnini tiklamoqchi bo'lgan Xitoy mustamlika Sharq Turkistonni butunlay yutib etmay turib, o'zining dunyoga xo'ja bo'lish qarniyatini amalga oshira olmaydiganligini to'nib yetib, Uyg'urlarni qonliq bostirib, Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirishdan iborat irqiy qirg'inchilik shaklidagi assimilyatsiya jinoiy harakatini boshladi. Növbətdə Şərq Türkistanda davam qılıbatqan milyon kişilik cəza lagerləri və vəyran bolğan milyonlığan Uyghur ahaliləri. Uyghurlarning qo'rqinchliq taqdiriga qarta har xil muloyizalar o'ttirg'i chiqmoqda. Buning ichida bakrak kishini qoyil qiladigan muloyiza shuki, Sharq Turkistondagi navbatda Xitoy planliq, tashkillik, sistemalik holda elib berayotgan irqiy yo'qotish jinoyati oldin tayyorlik bosqichi va harakat bosqichidan iborat ikki bosqichni o'z ichiga olgan, ko'ngil qo'yib planlangan
Uyghurlarni assimilyatsiya qilib tugutish, Sharqi Turkistonni butunlay xitoylashtirishdan iborat Sharqi Turkiston masalasini o'zil kesil hal qilish haqidagi buyuk plandir. Oldin tayyorlik bosqichi dal biz yuqorida tilga elib o'tgan issiq suvda paqa pishirish tajribasidir. 90-yillarning oxirlaridan boshlab yo'lga qo'yilishga boshlagan va paydin-pay kengaytirilgan atalmish qo'sh tillik ma'rif nomidagi Uyg'ur milliy ma'rifini xitoylashtirish siyosati. Uyg'urlarning Uyg'ur bo'lib turishidagi eng asosiy qo'rg'onga qilingan hujum bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishga harakatga o'tganligining simvol xarakterlik belgisi bo'lib qoldi. Atalmish qo'sh tillik ma'rif chiqqandan keyin Uyg'ur tilining avtonom rayondagi ta'siri va nufuzi paydin-pay tuvanlashga boshladi. Uyg'ur til yoziqidagi gazet, jurnal, kitob qatorliqlarning tiraji ozlashga boshladi. Matbuot o'rinlariga odam qabul qilish munosib holda tuvanlashga yuzlandi. Uyg'ur maktablari taqilib va yoki Xitoy maktablari bilan majburiy birlashtirilib, eng oxirida Uyg'ur tillik o'qituvchilar ish topolmaydigan darajaga berib yetdi. Tövini balalar yaslisidan tartib, yuqorisi oliy maktabgacha Xitoy tili majburlanib, Uyg'ur tili e'tiborsiz tashlang'ashqa, Uyg'ur milliy ma'rifi paydin-pay vayron bo'ldi. Uyg'ur milliy ma'rifidagi fojia bir butun millatning fojiasi bo'lib, ma'rif sohasidan boshlangan bu chetga qiqish, yaklash, e'tiborsiz qoldirish, eng oxirida butunlay cheklash, millatning madaniyat, tarix, din, adabiyot, iqtisod, san'at qatorliq barliq sohalarga kengaygan. İdara organlarda Uyghur işçi xizmetçilerinin sanını azaytish, Xitay kadrlarını hassilab köpeytish, Uyg'urlarning 5 yo'lini cheklash, Xitay ko'chmanlarining 5 yo'lini kengaytish, Uyg'ur yoshlarini ishsiz qoldirib, o'rniga ishsiz Xitoylarni yerlashtirish, Uyg'urlarni boyliqdan uzoqlashtirib, Xitoy ko'chmanlarining siyosiy, iqtisodiy, ma'muriy sohaga bo'lgan mutlaq hukmronligini amalga oshirishni tamomladi. Xitoy bir tarafdan planliq tug'ut siyosatini ching tutsa, yana bir tarafdan Sharq Turkistonga Xitoy ko'chmanlarini yo'tkashni jiddiylashtirdi. Sharq Turkistondagi millat qurilmasining shiddat bilan o'zgarayotganligi hammaylar biladigan haqiqatga aylanib qoldi. 10 minglagan Uyg'ur o'quvchilarni atalmish qo'sh tillik sinflarga avatish, 100 minglab yoshlarni eshinchi emgak kuchi nomi bilan Xitoyga yo'llash, Sharq Turkistondagi qatnash, transport va harbiy ul muassa qurilishlarni zo'r kuch bilan qurish, saqchi va harbiy qismga ko'paytib odam qabul qilish, navbatda yuz bergan fojialik qismatlarning tayyorligi edi. Ammo bu tayyorlik bosqichida Xitoy Uyg'urlarni cho'chitib etmay, o'zining turlik hozirliklarini yaxshi qilish, Uyg'urlarni har tarafdan ojizlashtirib, qarshilik kuchini paydin-pay yo'qotib, irqiy qirg'inchilik boshlashdan burunqi xizmatini o'rinlashtirishga kuchidi. Ko'pincha urumchiliklardan mening ayni vaqtda so'ragan, agar 5-iyul qirg'inchiligi 2009-yil yuz bermay, 10 yil avval, ya'ni 1999-yil yuz bergan bo'lsa, manzara qandaq bo'ladi degan savolimga ko'pincha kishilarning o'rtaq bergan javobi shu bo'ldiki, agar 5-iyul qirg'inchiligi 1999-yil yuz bergan bo'lsa,
15 bo'lsa-mu Xitoy ko'chmanlari yuraklik holda ko'chalarda qo'llariga palto pichoq ilib Uyg'urlarni qo'g'lab yurolmaydi. Gerçi mustamlikachi hukumat Xitoy ko'chmanlarini qo'llagan taqdirdimi? Demak, qisqagina har 10 yil mobaynida Sharq Turkistonda olamcha o'zgarish bo'lgan. Biroq bu o'zgarishlarning hammasi yoshirin shaklda Uyg'urlarni uxlatish, bexotlashtirish, do'tlashtirish shaklda ilib berilgan bo'lib, Suning yizi tip-tinish bo'lsa-mu, ammo osti shiddat bilan oqqan. Ko'rinishda Xitoy o'zini odil, dana va to'g'ri siyosat yurgizadigan rostchil qilib ko'rsatgan bo'lsa-mu, ammo Uyg'urlar ustidan keng ko'lamda qonliq irqiy qirg'inchilik yurgizish uchun kecha kunduz aram olmay tayyorlik qilgan. Agar Uyg'urlarning noroziligi bakli kuchayib ketsa, besimni ozlatish, diqqatni burash, shaklvozlik qilish, masalani hal qilgan qiyofatga kirib olib, avom xalqni ahmaq qilish, Xitoyning mustamlika Sharq Turkistonda Uyg'urlarni bexotlashtirish uchun qo'llangan siyosiy taktikalar bo'lib, zo'r ko'p sondagi vatandoshlarimiz Xitoyning bugünkidek qon ichadigan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga o'tadiganligini oldin faraz qilolmagan. Demak, Xitoy Suni qizitib, paqa pishirishdan foydalanib, Uyg'urlarning hushyorligini yo'qotib, millatning umumiy qarshilik kuchini paydin-pay ojizlatib, eng oxirida o'zining bugünkidek irqiy qirg'inchilik jinoyati uchun foydali shart-sharoitlarni hozirlagan. Gerçi vatan sirtida davom qilayotgan Sharq Turkiston davosining kuchlik amaliy natijalar bilan olg'a bosolmay, turli o'ngsizliklarga yo'liqishida oldi bilan yuqoridan tovangacha barliq Uyg'urlarning bosh tortib bo'lolmaydigan mas'uliyati bor bo'lsa-mu, ammo bu davoni yetim qoldirish, ojizlatish, hatto butunlay mag'lubiyatga boshlash uchun turli siyosiy suiqasd va to'zoqlarni qurib, kecha kunduz buning halakchiligida yurayotgan Xitoy ishg'oliyatchi hokimiyatimi uning muhim bir sababchisidir. Shunga Xitoyning Uyg'urlarni mag'lubiyatga uchirtish uchun qo'llangan barliq hiyla-mikr va siyosiy o'yinlarga hushyorlikni oshirib, uningga dal vaqtida tadbir elish Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari ham bilim egallarining bosh tortib bo'lolmaydigan majburiyatidir. Vatan millat qon yig'layotgan har bir Uyg'ur otliq insonning yuragi vatandagi zulm va musibatli xabarlar tufayli puchilib ketayotgan mushu daqiqalarda vatan sirtidagi barliq qarindoshlarni qayg'uni kuchga aylantirib, o'zaro zich ittifoqlashib, foydalang'ili bo'ladigan barliq imkoniyatlardan to'liq foydalanib, siyosiy jihatdan jiddiy tashkillanib, Sharq Turkiston davosining ommaviy asosini puxtalashga, vatan hurligi uchun oldingi tayyorlik bosqichiga darhol otlanishga chaqiraman. Tugadi. 2019 yil 11 sentabr Belgiya.